Xodim uyqusirasa, treзвый bo'lmasa, lanjlashib yursa, har doim uni ish sifati 10 dan 3 baho yoki 4 bahoga teng bo'ladi. Xodimlarning ish sifatini yuqoriga ko'tarish maqsadida City Farm korxonasi ko'p mashina zakaz qilgan, hozir ularga olib kelib o'rnatib berdik. Ichkarida ko'rsatamiz. Xalqimiz taniydigan City Farm головной ofisida 50 tadan 60 tagacha xodim ishlar ekan va ularning talabi har kuni kamida 50 ta yoki 60 ta kofe qidira oladigan kofe mashina xohlashdi. Va biz ularga DeLonghi Elite Explorer modelini tavsiya qildik. Nega aynan bu model? Avvalo, bu modelimizda 40 xildan oshiq kofe tayyorlash imkonini beradi. Toza Italiyada yig'ilgan modelimizda eng kamida kuniga 50 ta yoki 80 tagacha bo'lgan kofelarni tayyorlasa bo'ladi. Va yana eng yaxshi tarafi, bu modelimizda холодный kofe tayyorlash imkoni ham mavjud. Agarda siz ham xodimlarning samaradorligini oshirmoqchi bo'lsangiz va ishingizni yuqoriga ko'tarmoqchi bo'lsangiz, bizga murojaat qiling. Siz uchun eng ma'qul variantini tanlaymiz.